بسم الله الرحمن الرحيم 1919-yil 31-oktyabrda Marash diyorlarida Turkiyani tarixini butkul o'zgartirib yuboradigan bir voqea sodir bo'ladi. Keyinchalik Marash diyorlarini Qahramon Marash deyilishiga ham hozir hikoya qilmoqchi bo'lgan voqeamiz sabab bo'ladi. Masjidda bitta imom bor edi. U kishi u masjidda hech qanday haqsiz, hech qanday maosh olmasdan imomlik qilib yurardi. Ana shu masjidning burchagida bir do'koni ham bor edi. U joyda u odam sut sotar edi. Shuning uchun ham odamlar uni sutchi imom deb aytishardi. U davrlarda Turkiya diyorlari Fransiya ishg'oli ostida edi. Bir kuni shahar markazida fransuz askarlari musulmon ayollarni yo'lini to'sib tegajog'lik qilishadi-da, aytishadiki, bu yer turklarni yeri emas. Bu endi Fransiyani tuproqlari. Fransiyani tuproqlarida bunaqangi hijobda yurishga sizlarga ruxsat bermaymiz dedi. Bunaqangi kiyinib yura olmaysizlar dedi. Va haligi musulmon ayollarning birini hijobiga qo'l uzatadi. Bu narsani ko'rib turgan chaqmoqchi Said degan odam vaziyatga aralashadi. Fransuz askarlari u odamni otib shahid qilishadi. Undan keyin hozirgi aytgan imomimiz, sutchi imom ham o'sha yerda bo'ladi. Yonidan to'pponchasini chiqaradi-da, haligi fransuz askarini otib tashlaydi. Imomdan kutilmagan bu haligi jasoratni ko'rgandan keyin fransuz askarlari chekinadi. Bundan shijoatlangan xalq ham oyoqqa turadi. Hammalari fransuz askarlariga qarshi zulmga hammalari bir bo'lib jipslashadi. Va bu narsa inqilobga sabab bo'ladi. Va Fransiya askarlari hammasi mamlakatdan haydab chiqariladi. Ya'ni bu oddiy mana shu hijobda himoyasi uchun cho'zilgan qo'llar borib mamlakatda yurtni ozod bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu voqeadan oladigan bir ibrat foydalarimiz shu bo'ladiki, haligi joyda sudchi imom men bir o'zim nima qila olaman demadi, balki vaziyatga aralashdi. Vaholanki o'zidan oldin bittasi aralashganida uni otib tashlandi. Uni o'lganini ko'rsa ham, o'lsam ham mayli dedi, o'zi ham vaziyatga aralashdi. Ya'ni inson gohida men bir o'zim nima qila olaman demaslik kerak bo'ladi. Yana gohida mana shu xalqning ichidan bir o'zini bir qahramonlari chiqadi, yo bo'lmasam o'sha oldida turgan insonlarga mas'uliyat ko'proq tushadi. Ana shu insonlar tashabbus ko'rsatadi-da, uni ortida xalq ham turib berish kerak bo'lar ekan. Ya'ni avval imtihon xos odamlarga keladi. Ular ana shu imtihonda turib beradigan bo'lsa, uni ortida xalq ham turib berish kerak bo'ladi. Shunda biror bir narsani amalga oshirish mumkin. Bo'lmasam tasavvur qiling, biror bir inson mana shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, bizda agar shuni ortidan imom qamaladigan bo'lsa yoki ketib qoladigan bo'lsa, odamlar agar nima deydi? Aytadiki, o'zi siyosatga aralashmasi kerak-da deydi. O'zida ayb deydi. Hamma o'zidagi mas'uliyatni otadi. Ya'ni o'ziga hech kim mas'uliyatni olgisi kelmaydi. Lekin bu joyda qahramonimiz shundoq vaziyatga aralashyapti. Buni ortidan buni ko'rgan xalq hammasi shijoatlanib, hammasi jips bo'lib imomning yonida turib beryapti. Va mana shu narsa mamlakatda ozod bo'lishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni bular bir-biriga bog'liq narsalar. Faqat bitta odam qilinadigan ish emas. To'g'ri, kimdir birinchi boshlab beradi, lekin uni ortida baribir xalq o'zining irodasini ko'rsatish kerak bo'ladi. Hijobni musulmon kishining hayotidagi ahamiyati. Ya'ni hijob bu farz. Agar bu Alloh taoloning farzi toptaladigan bo'lsa, bu narsaga sukut qilinmaydi. Va yana mana shu Alloh taoloning farzi hijobni toptalishi bu mustamlakali ramz ekan. Ya'ni fransuzlar aytayaptiki, bu yerlar Fransiyaga oid yerlar. Endi bizning yerlarimizni bunaqa kiyinib yura olmaysan deyapti. Ya'ni xuddi quliga qiladigan muomalani qilyapti. Sen bizni qulimizsan, biz aytganimiz bo'ladi. Bizi diyorimizda bunaqa yurmaysan, bizni tuproqlarimizda deb turib quliga qilgandek muomalani qilyapti. Ya'ni bu mustamlakali ramzi. Ya'ni bu aslida Alloh taoloning farzi va bu narsani kimda-kim agar toptaydigan bo'lsa, bu o'zini xuddi quliga muomala qilgandek o'zini tutayotgan bo'ladi. Shuning uchun hijobni musulmon kishida ahamiyati bu Alloh taoloning farzi, Alloh taoloning shiorlari deb qaralish kerak. Va yana bu joyda oladigan foydamiz, hijob erkaklarning hamiyati qo'zg'alishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni agar atrofimizda
birorta muslimalarni shunaqangi bir oshkora hijoblari yechilsa, lekin bunga atrofdagi musulmonlar bee'tibor bo'ladigan bo'lsa, bilingki, demak ularning ahamiyati qo'zg'almayapti. Ularni g'ururi toptalayotganini o'zlari his qilmayapti. Allohning shiorlari toptalgan joyda musulmonman degan odam sukut qilmas ekan. Va yana farzning himoyasi Alloh taoloning nusratiga sabab bo'lyapti. Ya'ni shu sabab bo'lib fransuz askarlari mamlakatdan haydalyapti. Ya'ni bu narsa bandalar tomonidan qo'yilgan qadam uchun Alloh taolo tarafidan bo'layotgan mukofot bilan kutib olinyapti. Shuning uchun ham Alloh taolo bu haqda aytadiki, sizlardan erkak va ayol amal qiluvchilarni amalini zoya qilmasman. Ba'zingiz ba'zingizdansiz. Hijrat qilganlar, diyorlaridan chiqarilganlar, mening yo'limda aziyat chekkanlar, jang qilganlar va qatl etilganlarni xatolarini, kamchiliklarini kechiraman. Va ularni ostilaridan anhorlar oqib turgan jannatlarga kirgizaman. Bu Allohning huzuridagi savobdir. Va Alloh uning huzurida go'zal savoblar bo'lgan zotdir. Ya'ni bandalar tarafidan qilinadigan har qanday amal zoyi bo'lmaydi. Demak, siz bizga ibrat bo'ladigan narsa shuki, Alloh taolo yo'lida qadam qo'ydingizmi, bu yo'lda ozor chekdingizmi va bu yo'lda har qanday sizga yetgan aziyatlar hammasi Alloh taolo huzurida ajr bilan qarshilanadi. Va yana bilaylikki, men bitta o'zim nima qila olaman demasligimiz kerak. Bitta inson gohida bitta mamlakatni taqdirini hal qilishga yetadigan bo'lar ekan. Va yana peshvoz bo'lib turgan insonlar Alloh taoloning farzlarini o'zgartirishda o'rniga Alloh taoloning farzini himoya qiluvchi inson bo'lish kerak va uni ortidan xalq ham turib berish kerak bo'ladi. Alloh taolo siz va bizlarga o'zining dinida qoyim bo'ladigan, istiqomatda turadigan, iymoni but va shijoatli, jasoratli bandalardan bo'lishini nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.